Keçeringlar hürmetlik vatandaşlar, bugungi islaga 2021-yil 5-ayning 10-kuni vatandaşım. Tünügün sözüge liksiyimning ahırda bir liksiya vardı ama kamera taşlı ütüp bardı. Nemi sebep bilemedim. Bugün şunu tuluklap yani sizlerge söyleyip bitey avval. Tününkü liksiyanın devamı. Nemi dedik? Avrupa oygandı. Avrupa uşiyarlaştı. Çünkü hazır bir yol, bir belbaq siyasi Avrupa'yı büsüp girdi. Ottiri Avrupa, Garbi Avrupa, Şark Avrupa, Pütkül Avrupa'yı büsüp girdi. Bu makalının kıymetine ait tekrar. Şu nersini bilvelen ki vatandaşım? Şu nersini bilvelen ki vatandaşım? Kamera nemen açtım mı mikrofonu açmadım bilmedim. Şu an bir qarab geldim vatandaşlar. Bilvelen ki Avrupa'yı sınıp giriş yolu hazır qayerda ötüp atıdı? Mustamlika Uyg'uristonda ötüp atıdı. Qarindoshim, birodarim. Çünkü quruqlik yolu, temir yol açılıp ketdi. Bütün Avrupa. Hatta şu Avrupa orqali qaytib bugungi Janubiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyogacha temir yol Uyg'uristondan chiqib atıdı. Shu yerdan o'tib atıdı. Urumchidan qo'zg'alib atıdı. Şian Chongqing Beijing joylarda mı qo'zg'alib atıdı. Öter yolu Uyg'uriston. Qaytar yolu Uyg'uriston. Bugun Uyg'uriston vaziyatining nemishqi mushalg'i tushib qolganligini tasavvur qiling hurmatli vatandosh. Mana anglaganda Yevropa İttifaqıdan boshqa Jungo Kompartiyasi, Balkan yerim orali davlatlari, Sharqiy Yevropa davlatlariga nurg'on turlar bo'yicha nurg'on mablag' soldi. 2020-yil Jungo Yevropa tovar savdosi tunji qatim Amerika Yevropa tovar savdosidan eshib ketdi. Nurg'un mas'ulotlar Jungo va Yevropaga bog'langan yuqori normaliq haq qo'shib berish temir yo'l liniyasi bo'yicha to'shildi. Yetkildi. O'tgan yili 12.400 qatimli qatnash. Ya'ni o mundaq atilibdi Jungo Yevropa poyez ishloni. Esi ishlon degan harbiy poyezga qartilgan gap edi. Men char yo'qmishini ishlatdim vatandosh. Jungo Yevropa poyez ishloni bilan to'shildi, yetkildi. Bir necha Yevropa davlati 2015-yili Jungo Kompartiyasi yetakchiligidagi Osiyo asosiy qurilish aslari mablag' solish bankasiga qurilishiga qatnashdi. Bu yilning 5-ida Yevropa İttifaqı Jungo bilan umumyuzlik mablag' solish kelishimi imzolashdan tamomlamoqchi bo'ldi. 2019-yil İtaliya, Yevropa va Amerikaning qarshi turishi qaramay, tunji bo'lib va bugun birdan-bir Yevropa davlati sifatida bir yo'l, bir belbog' siyosatida qatnashgan 7 davlat guruhining ichidagi bir davlat bo'lib qoldi. İtaliya ham 7 davlat guruhining ichida, ham Xitoyning bir yo'l, bir belbog' siyosatida qatnashgan bir davlatga aylanib qoldi. Ko'rdingizmi? Jungo'ning bu siyosati hozir 7 davlat guruhiga besib kirib o'tadi degan gap vatandoshlar. İçideki bir davlat bo'lib qoldi. Bir yo'l, bir belbog' siyosiy Yevropaga kirib kelsa, Yevropa İttifaqı birlikka kelgan Jungo siyosati tuzalmaydi. Jungo'ning bir belbog' siyosati, bir yo'l siyosati qatnashmoqchi bo'layotgan Sharqiy Yevropa davlatlari, masalan, Vengriya, Yunoniston qatorliq davlatlardir. Bir yo'l, bir belbog' siyosatining ta'siriga uchragan Avstriya, Vengriya, Yunoniston dastlabda Huawei shirkatining 5-avlod sistemasini to'xtatishni rad qilgan edi. Serbiya 2012-yil Yevropa İttifaqı a'zo bo'lish nomzodligiga kirgizilgan. Buning ichida Vengriya Jungo'ning bir yo'l, bir belbog' siyosatida qatnashdi. Yaqinda diqqat qildingizmi ya? Uyg'ur masalasiga qarshi fikr qildi, Uyg'urga qarshi fikr qildi. Lekin bir yo'l, bir belbog' siyosati bu davlatda yo'lga qo'yilib, xabarlarga qaraganda Yevropa İttifoqining muhit asrash
muhit saqlash nizamiga xiloflik qilgan bir tür bo'lib qoldi. Shularni nazarga olganda Yevropa İttifaqı parlament a'zolari Jungo Yevropa umumyuzlik mablag' solish kelishimini bekor qilish to'g'risida tahdid silib, hukumatga yoki parlamentga Yevropa İttifaqı G'arbiy Tinch okean ittifoqi va kishilik huquq to'g'risida bergan va'dasini aks ettirmadi deb hisobladi. Demak, Yevropa parlamentining ichida o'qituvchilar chiqsa Jungo bilan kelishimni imzoladan bu yerda kishilik huquq qilib qoldi. Yevropa İttifaqı G'arbiy Tinch okean ittifoqiga ta'sir etdi. Bir yo'l bir balbaq siyosati Yevropaning ittifoqi buzg'unchilik selibla qolmasa, ala sharingni G'arbiy Tinch okean ittifaqini parchalashga tirishchilik ko'rsatdi. Mana gap. Ko'rdingizmi? Bir yo'l bir balbaq siyosati Yevropaning ittifoqini parchalash urindi. Dedi, buzg'unchilik selibla qolmasdi. Endilikda G'arbiy Tinch okean İttifaqı, yani Yevropa o tarafta, Amerika qit'asi, Amerika Qo'shma Shtatlar bu tarafta. Bu ittifaqqa buzg'unchilik qilishga qo'l soldi deydi. Jungoning adolatsiz savdo-qiliqlarini hal qilish, Jungoning chet ellarda kun sayin o'sayotgan ta'sirini yo'qotish uchun G'arbiy Tinch okeanining ishga qirg'oqidagi ittifoqlashlarning irodasiga ehtiyojli bo'lib qoldi. Hozir Yevropa mush irodaga ehtiyojli bo'lib qoldi. Hozir G'arbiy Tinch okean alqigan hamkorlik, ya'ni bir yo'l bir balbaq siyosatining Yevropa va dunyoning har qaysi joylarida paydo qilgan uzun muddatlik xatarini azaytishga foydali. Bundaq birlashma tirishchilik tuvandagi 8 nuqtani o'z ichiga oladi. Dunyo bankasi ve Xalqaro pul muomala fondi tashkiloti endi Yevropa davlatlariga bir balbaq bir yo'l siyosatining o'rniga o'tib qarz berish. Ya'ni Jungo qarz beradigan, Jungodan qarz oladigan Yevropa davlatlariga Dunyo bankasi va Xalqaro pul fondi jamiyati qarz berish kerak deydi. Xalqaro o'lcham berish kerak, belgilash kerak. Bu tashkilotning kuchini kuchaytirish kerak. Mahsulot va mulozimat o'lchamining Jungo texnikasiga tayanib qilishini azaytish kerak. Muhit asrash va oshkora mablag' to'plash shakllari G'arbiy Tinch okeanining ishga qirg'og'ida pul muomala organlari hamkorligini kuchaytirish. Masalan, bu deganlar pul muomala hamkorligini kuchaytirsa, Amerika Yevropa ittifoqini kuchaytirishga olib keladi demak. Kuchaytirish qisqasi G'arbiy Tinch okeanining ishki tarafi aniq tunib yetdiki, texmi doimiylik bo'yicha yoki davomlashtirish bo'yicha unumli hamkorlashib, Jungo Kompartiyasiga taqobil turishning muhimligini bugungi Yevropa tunib yetdi.